Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mashhur tarixchimiz Turg'un Almaz apandim yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldingi qismda betimnomiga asosan Xan sulolasining Hun Tangri qutlug'iga 70 yil ulpan topshirgan yerlarini o'qib o'tgaydik. Endi davomini o'qiymiz. Betimnomiga Xan sulolasi taraf imkoniyatning boricha amal qilgan bo'lsa-mu, Hun Tangri qutlug'idan Batur Tangri qut, Ko'k Tangri qutlar ancha amal qilib ketmadi. Ular Xan zaminiga hujum qilib parakandichilik tug'dirib turdi. Baydin qo'rshovidan keyin Xan sulolasini ulpan to'lashga majbur qilgan Batur Tangri qut nihoyat mag'rurlanib ketdi. Milodidan 195 yil burun Liubang o'lgandan keyin uning o'rniga amdila 7 yoshga kirgan o'g'li Xuydi podsho bo'ldi. Amaliyotda podsho bo'lsa uning onasi Malika Luyxua edi. Go'dak podsho 13 yoshida o'ldi. Podshohlik taqtga varislik qilgan boshqa bir shahzoda Luyxuaga o'gay bo'lganligi uchun milodidan 187 yil burun o'ldirildi. Shuningdan boshlab Luyxua Xan sulolasiga rasmiy podshoh bo'ldi. Batur Tangriqut Liubangning Machun otli qiziga uylangan edi. U podshoh Luyxuaga milodidan 192 yil burun tuvandagi mazmunda maktub yozdi. Men yolg'iz qoldim. Men daryolar, ko'llar, sozliqlar orasida tug'ilgan. Atlar va kalalar orasida, kangtasha dalalarda cho'ng bo'ldim. Bir necha qitim davlatingizning chegaralariga keldim. Hozirmi davlatingizga kelib sayla qilishni xohlayman. Oliylari yolg'iz qilib tul o'ltirdikanlar. Menmu yolg'iz qoldim. Biz ikki podshoh uchun tiriklikda baxt saodat bo'lmadi. Ikkimiz uchun tasalli bo'lg'idek bizga zo'q beg'ishlaydigan narsim yo'q. Ikkimiz bor yo'qimizni almashtirib o'ssak deyman. Batur Tangriqut bu maktubida Luyxuani kamsitib, uni "Menga yotliq bo'l" deb haqorat degan. Hun elchisi orqali maktubni topshirib olib, mazmundan xabardor bo'lgan Luyxua qattiq xafa bo'lib, vazirlarini, mashhur sangullarini yig'ib, ulardan qanday qilish haqida maslahat so'ragan. Panxuy otliq sangun 100 ming kishilik qo'shinni atlandirib, ularga hujum qilish fikrini o'ttirga qo'ygan. Jibu otliq yana bir sangun Panxuyning so'ziga qarshi chiqqan. U Panxuyning el yurtni qo'zg'ab, ular davlatiga hujum qilamiz degining xam xiyol, quruq lapdan boshqa narsa emas. Ular go'ya yirtqich hayvonga o'xshaydi. Ularning aytgan yaxshi so'zdan yaxshilik kelmaydi. Ularning yomon so'zdan bo'lsa xafa bo'lishning hojati yo'q, dedi. Luyxua Jibuning maslahatini qabul ko'rgan. Chunki u chaqda Xan sulolasining hullarga qarshi chiquvchilik madori yo'q edi. Luyxua Batur Tangriqutga mundaq deb maktub yozishga majbur bo'lgan. Hun Tangriquti, davlatimni yodilardan chiqarmay iltifot qilib maktub yo'llabla. Hozir davlatim vahima va dahshat ichida qoldi. Keyingi kunlarda mag'durlanmoqchi bo'ldim. Hozir yashinib madorimdan ketdim. Chochlarim tushib, tishlarim lingshib to'kilib ketdi. Ravrus mang'almaydigan bo'lib qoldim. Sizlar Hun Tangriquti oliylari mening haqqimda boshqacha bir tushunchada bo'lib qolmag'aylar. Shu munosabat bilan mendan ranjib qolmag'aylar. Bu xususida mening davlatimda hech qanday gunoh yo'q. Sizlarga o'zirxonlik aytishni loyiq ko'rdim. Oliylarining loyiqida bo'lmasammu, 2 jup ot qo'shilgan bir shahona harva avatdim. Lozim qilishlarini o'tinaman. Luyxuaning Batur Tangriqutga yozgan maktubi shu chaqda Xan sulolasining hullarga yalvurishdan boshqa amalining bo'lmaganligini ko'rsatdi. Ko'kxon Tangriqut milodidan 166 yil burun 140 ming kishidan tarkib topgan Hun qo'shinlarini atlandirib, Jungoga keng ko'lamda hujum qildi. Hun qo'shinlari Xan sulolasining poytaxti Chang'andan 200 ming chaqirim yiroqlikdagi joygacha besib kelib, Xuyichuan ordisiga o't qo'ydi. Poytaxt xavf ostida qoldi. Xan sulolasi Hunlarning talabini o'rindashga va'da bergandan keyinla Hunlar ondan qaytib ketdi. Ko'kxon Tangriqut milodidan 162 yil burun Xanvendiga tahdid silib, uni har yili Hunlarga avatadigan narsalarning sonini burunqiga qaraganda ko'paytirishga, boshqa narsalarni qo'yib, nuqul, kimxob ta'tilla, yepak, shoyi qatorliq mollarni avatishga majbur qildi.
Xan sulolasi Hun Tangruquti Ko'kxon Tangruqutqa milodidan 166 yil burun va milodidan 152 yil burun bo'lib ikki qitim Xan malikalarini yodliq qildi. Xan sulolasi bilan Hunlarning munosabati yuqorida aytilgandek bo'lib o'tgan. Endi Hunlar bilan Uyg'urlar orasidagi munosabat haqida to'xtalib o'taylik. Ulug' qudratli Hun Tangruqutligi vujudga kelgan chaqda Uyg'urlarning ajdodlari va ularga qarindosh bo'lgan xalqlar qurgan bir qancha o'lg'an xalqlar bor edi. Bu xalqlarning ba'zilari Bayqal bo'ylarida, Kangsuda, ba'zilari bo'lsa O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyoda edi. Bu xalqlarning ichidan muhimroqlarining ahvolini qisqacha tushuntirish uchun Jungoning qadimgi chaqda o'tgan tarixchisi Simochanning Tarixnoma, Hunlar haqida qissa va Tarixnoma Farg'ona tazkirasidan hamda Bayguning Xan sulolasi yilnomasi G'arb allari haqida qissadagi xotirlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Mana mushu manbalarga asoslanganda milodidan 3 asr burun Bayqal ko'lining atroflarida Sharqiy Uyg'ur xonligi, Yansay daryosining yuqorqi iqimlarida Qirg'iz xonligi, hozirgi Zayson va Oltay atroflarida O'g'uz xonligi, hozirgi Gansoning Xishi koridorida Ningshaning Ersin vodisida ulug' yovchilar bilan Uysullar xonligi bor edi. O'rta Osiyodagi Tarim vodisida bo'lsa Qora shahar, Kucha, Aqsu, Qashqar, Yorkand, Xotan, Lolan xalqlari bor edi. O'rta Osiyoning g'arbida bo'lsa Farg'ona xalqi, Kiroran xalqlari bor edi. O'rta Osiyoning g'arbida bo'lsa Farg'ona xalqi, Qongli xalqi, G'arbiy Osiyoda Alonlar xalqi qatorliq davlatlar bor edi. Qongli xalqi hozirgi Samarqand atroflaridan tortib Balqash ko'li bilan Orol ko'llari orasida edi. Alonlar davlati Kaspiy dengizining sharqiy shimol taraflarida edi. Batur Tangruqut milodidan 202 yil burun Bayqal bo'yidagi Sharqiy Uyg'urlar xalqi bilan Yansay daryosining yuqorqi iqimlaridagi Qirg'iz xalqini bo'ysundirib olgan edi. Batur Tangruqut yuqorida aytib o'tganimizdek, Kangsudagi ulug' yovchilar va uysullarni Liubangni Beydingda qo'rshovga elishdan burun la bo'ysundirgan edi. Batur Tangruqut O'rta Osiyodagi Uyg'ur xalqlari bilan G'arbiy Osiyodagi ba'zi davlatlarni milodidan 177 yil burungi vaqtda bo'ysundirib bo'lgan. Batur Tangruqut milodidan 176 yil burun Xan sulolasining podshohi Xan Vindiga tuvandagi mashhur maktubni yozdi. Ko'k Tangri tarafidan taxtga chiqargan ulug' Hun Tangruquti Xan podshohining salomatligini ehtirom bilan so'raydi. Burun podshoh oliylari yozgan maktublarida qutulishish haqida so'z ochgan edilar. Agar shundoq bo'lgan bo'lsa, men xushal bo'lgan bo'lardim. Ammo Xan podshohining chegara mudofiasida turgan amaldori baglarimdan biri bo'lgan o'ng qo'l Bilga xonga hujum qilgan. O'ng qo'l Bilga xonmu ahvolni menga ma'lum qilib ma'qulligimni olmayla, mening g'oyronchi qatorliq kishilarimning sepiga kirib gapiga kirib, Xan podshohining amaldori bilan o'chakishib qopdi. Oqibatda ikki davlat hukmronlari orasida tuzilgan bitimnoma buzilib, qarindoshlik munosabatimizga orozlik tushgan. Shu vajidan og'rinib yozgan maktublari menga 2 qitim yo'llandi. Men mu elchi orqali javob maktubi yo'lladim. Lekin men avatgan elchi qaytib kelmadi. Uning ustiga Xan podshohining elchisi kelmadi. Xan podshohi bizga do'stona bo'lmadi. Qo'shindorchilikni baja keltirmadi. O'ng qo'l Bilga xonga odam avatib, uningga g'arb tarafdagi ulug' yovchilarga hujum qilishni buyurdim. Tangrining menga baxt saodat ato qilishi bilan qo'mondon jangchilarimning g'ayrat shijoati, otlarimning kuchligidan ulug' yovchilarni yengdim. Ularning ba'zilarining qallasini oldim, ba'zilarini tiz buktirdim. Kiroran xalqi Lopnir atroflarida, Uysun xalqini, O'g'izlarni va ularning atrofidagi 26 xalqni hukmronligim ostiga oldim. Ularning hammasi Hunlar davlatining tarkibiga kirdi. O'qiya ko'targan xalqlarning hammasi bir oila bo'lib birlashdi. Shimoldagi o'lkalar hukmronligimga o'tdi. Men shuni orzu qilamanki, qo'shinlarni urush qilishdan to'xtatib, aram ilishga chiqarib, jang otlarini yayloqqa qo'yib berib, kona adovatlarni astin chiqarib, burunqi betim nomini asli keltirsak. Chegara atrofida yashaydigan aholi tinch, xotirjam, aram xudo kun ko'rsa.
Gödəklər bəxraman oynab külüb çoğ bolsa, yaşanğanlar g'am andishsiz yaşasa, avloddan avlodgacha tinch paravan o'ssak yaxshi bo'ladi. Nökürüm orqali maktub yo'lladim. O'zlariga atab bir to'yga 4dan at qo'shilgan shahona harudin bir jup avatdim. Agar Xan podshohi bundan keyin o'g'illarning o'z chegirsiga yo'lamasligini orzu qiladigan bo'lsa, baglarimga, xalqimga chegirdan yiroq turishlari to'g'risida buyruq tushirgayman. Batur Tanrıqut miladidan 177 yil burun g'arbga qilgan tarixiy yurishida Kaspiy dengizining bo'ylarigacha berib, O'rta Osiyo, Yettisu, G'arbiy Osiyodagi davlatlarni bo'ysundirdi. Mana shu chaqda Ulug' Hun Tanrıqutlig'i misli ko'rilmagan bir qudratlik bir bosqichga yetib, Osiyo sahnasida shirdak ho'kirab, atrofidagi kuchli qo'shinlarni vahima ichiga soldi. Biz başta aytib o'tganimizdek, shu chaqda uning territoriyasining sharqiy Ulug' okean qirg'oqlariga, g'arbiy Kaspiy dengizining bo'ylariga yetgan edi. Batur Tanrıqut g'arbga qilgan g'alabalik harbiy yurishidan qaytib kelib, 1 yil o'tgandan keyin Xan sulosining podshohi Xan Vendiga yuqorida bayon qilingan maktubni yozgan. Batur Tanrıqutning Xan Vendiga yozgan maktubidan nimalarni tushunish mumkin? Mazkur maktubdan ajoyib tarixiy voqealarni, o'g'illarning kuch-qudratini va ularning oliyjanob xislatlarini tushunib olish ancha qiyin emas. Maktubning mazmuniga asoslanganda, birinchi, Batur Tanrıqut milodidan 177 yil burun g'arbga harbiy yurish qilib, uzun mushaqqatli qonliq bir safarga ketganda, o'g'illar bilan Xan sulolasi orasida urush yuz bergan. Onlarning o'ng qo'l bilga xoni Xan sulolasining chegara mudofiasida turgan qo'shinlarning qo'mondonlaridan birining yo'lsizligiga yo'l qo'ymay Shanxi o'lkasining Polin atroflariga hujum qilgan. Shuning bilan ikki davlat orasida tuzilgan bitimnoma buzilgan. Ikkinchi, milodidan 176 yil burun Kangsuda yashaydigan ulug' yovchilar isyon ko'targanligi uchun Batur Tanrıqutning topshirishi bo'yicha uning o'g'li Ko'k xon ularga jazo yurishi qilgan. Banguning xotirasiga qaraganda, o'ng qo'l bilga xon ulug' yovchilarni nihoyat qattiq mag'lubiyatga uchratgan. Yovchilar xonining beshini kesib, uning bosh so'ngikini oltindan hal berib, sharob ichadigan qadah qilib olgan. Azaldan tartib o'zaro qayrindosh bo'lgan ulug' yovchilar, Vullar, Uysullar bir-biriga qo'shni bo'lib yashaydi. Ulug' yovchilar bilan Uysullar xilshi koridorda yashagan bo'lsa, Vullar ularning sharqida hozirgi Mong'oliya va ichki Mong'ol doirasida yashaydi. Milodidan 3 asr burun ulug' yovchilar Uysullarga hujum qilib, ularning xoni Nandumini o'ldirgan. Yayloqlarni besib olgan. Mag'lub bo'lgan Uysullar sharqqa qarab qochib, Vullarning qanoti ostida panohlangan. Vullar yeniga bargan Buju atliq Uysun Bayg'usi tug'ilganiga bir necha oy bo'lgan Xonzoda Zag'umini ilib qochgan. Batur Tanrıqut Xonzoda Zag'umini cho'ng qilib tarbiyalab o'stirgan. Zag'umi Vullar ilib bargan urushlarda xizmat ko'rsatgan. Batur Tanrıqut Zag'umini Uysunlarga xon qilib tayinlab, butun Uysun aholisini o'zlarining yurtiga qaytargan. Ancha uzun o'tmay Uysullar bilan ulug' yovchilar orasida yana urush yuz bergan. Bu qitimqi urushda nihoyat og'ir mag'lubiyatga yo'liqqan Uysullar Ersin vodisi, ya'ni Ningshada va Xilshi koridoridan g'arbga qarab ko'chib, Ili vodisiga berib yerlashgan. Maktubda aytilgandek, milodidan 176 yil burun Batur Tanrıqutning o'g'li o'ng qo'l bilga xon isyon ko'targan ulug' yovchilar ustiga besib berib, ularni qattiq jazolagan. Uningga chidamagan ulug' yovchilar Vullar tarafidan o'ldirilgan xonning ayoli boshchiligida g'arbga qarab ko'chib, Ili vodisiga kelib, bu yerga yangidan kelib o'ltiraqlashgan Uysullarni makonlaridan qo'g'lab chiqargan. Ulug' yovchilar Ili vodisida 25 yil turgan. Milodidan 150 yil burun Hun Tanrıquti Ko'k xonning yordamini olgan Uysullar ulug' yovchilarga hujum qilib, ularni Ili vodisidan qo'g'ladi. Ulug' yovchilar Ili vodisini g'arbiy janubga siljib, Qashqarga keldi va bu yerda ancha uzun turmayla Bakteriya, hozirgi Afg'onistonning shimoliy qismiga va Amo daryoning o'ng qirg'og'iga berib o'rinlashdi. 3. Batur Tanrıqutning maktubida Kroren Uysun, Oğuzlarni ularning atrofidagi 26 xonlikni hukmronligim ostiga oldim deyilgan.
Mana şunun asaslanganda Batur Tangriqut miladidan 177 yil burun g'arbga qilgan harbiy yurishida Yetta Sudiki, Ili vodisimi buning ichida. Uysullarni, Samarqand va Balqash ko'li bilan Aral ko'lining o'rtasiga joylashgan Qonglilarni, Kaspiy bo'yidagi Alallarni va O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarni to'liq bo'ysundirgan. Hunlarning yurishlarida alohida muhim bo'lgani ular miladidan 177 yil burun Tarim vodisidagi Uyg'ur xonliqlarini bo'ysundirgan. Demak, O'rta Osiyodagi g'arbiy Uyg'urlar shundan boshlab Hun Tangri qutlug'ining davlat tarkibiga kirgan. 4. Batur Tangriqut Xanvendiga yozgan maktubida o'qya ko'targan xalqlarning hammasi bir oila bo'lib birlashdi deb tahdid solgan. Shunday qilib, bugungi o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Davomini kelgan qatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.